Donnozlikka o'ynaymiz. Kim yutqisi ichadi? Yo'q. Davay. Yo'q. Ishonmaysizmi o'zingizga? Kim ichgan bo'lardi? Bilinmaydi, no просто kim ichgan bo'lardi agar yutqizganda. Rost. Donziki. 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 Plus aura gambit. Bu mana auram edi. Donnozlikka ichdan o'ynadik. Birinchi prostak o'ynadik. Agar kim banda 3 gambitda 0 bo'ldi dedik va Zonzonzikga o'ynadik. Bu safar gambitda 3 banda 0 bo'ldi. Shuning uchun Men prosta birinchi qo'lda sizni qo'lingizni o'rganib oldim. Ikkinchisida shu qo'lingizga qancha ichaman. Oy! Shohruh Esiyam deb o'rtada chiroqlar chiqib ketdilar. Bular kutilmagan joyda xuddi mana shu paytda o'zida kommentariyaga hozroq Shohruh Esi mujik deb yozib qoldiringlar. Gapirdi, no hamma mushkul solidarность. Ne, просто по приколу deyman. Xolislar Zafar bilan ham shunaqa bir pismag'oni qarang. 8 minut 50 sekund o'zingizlar uchun ko'rib qolsanglar bo'ladi. Gradus 120 degani bu 100 gradus 120 gradusda уже suv. No Zafar shu 120 gradus issiqda уже 9 2 8 10. Zafar bo'ldi, chiq ukam. Basseynga sakraysanmi? Yo'q. To'xta, obzor qilaylik sani.